O'sha payt sразу savol uyg'onyapti-da menda. Bular bahoga qarab intilishi qanchalik to'g'ri, o'shandan motivatsiya olishi. Boshlang'ich maktabda to'liq hamma fanlardan bemalol a'lo baholarni talab qilish mumkin. Mamachka deydi kichkina qizim. Как вы думаете, я сколько сегодня пятерок получила? Keyin faxrlanib aytayotganiga bugun 8 ta dars bo'lgan bo'lsa, endi 8 tasini 8 ta 5 olgan bo'lsa kerak desam, 12 deydi. Как дома? Deb 8 ta o'zi darsi bo'lsa, как ты 12 получила? Chunki zamon shiddat bilan rivojlanyapti va biz farzandlarimiz bilan birga bir oqimda, bir to'lqindagi rivojlanib, ular bilan nima edi, aloqada bo'lmasak, qolib ketyapmiz. Детская travma yo'q, kovlayvermanglar, bir narsalar deyishadi. Niyat bu yerda kovlaydigan narsalar bor. Har bir insonda travma bor, bu rost, lekin travmalarning turli darajasi bor. Hozir вообще zo'r temani ko'tardingiz. Farzandimizga tegishli bo'lgan joyda biz hech qachon 50% ga harakat qilmaymiz. Har doim biz 100% ga harakat qilamiz.